Diqqat, majlisbozlikka qarshi majlisimiz boshlandi. Haqiqat gapir. Kim kelmadi? Hamma keldi. Faqat mas'uliyat ozgina kech qolyapti. Mas'uliyat nimaga kelmaydi? Nimaga mas'uliyat kelmaydi? Xullas, yangilik bor. Bizda yangi xarakter paydo bo'ldi. Uni kutib olishimiz kerak, lekin kimligini men hali ham bilmayman. Kim u yangi xarakter? O'lib ketamiz. Hammamiz o'lib ketamiz. Vahima qo'rmagin. Motivatsiya, sen mas'uliyatni chaqir. Hurmatli do'stlar, men mas'uliyat bilan kelishmayman. Men tunda ishlayman. U esa tongda. Bolalar, nima qilasizlar urushib? Bundan ko'ra uxlaylik. Men qo'rqa boshladim o'zi. Mas'uliyat kelmagan, ana u xarakter kimligini bilmaymiz. Hammamiz o'lib ketamiz. Hammamiz o'lib ketamiz. Kim u yangi xarakter qo'shilgan? Men bilan gaplashadi. Kim bo'lsa ham, ayirib tashlayman. Asabiylashmanglar, iltimos. Menimcha mas'uliyat shu yerda. Assalomu kech qolmadimmi? Qayerda yuribsan sen? Qayerda yuribsan? Ha, baribir hech qaysilaring qiladigan ishlaring yo'q. Shu uchun bemalol kevordim. Hech qaysing asabimga o'ynamaman. Tushundilaringmi? Hech qaysing asabimga o'ynama. Bo'lmasa bo'ldi. Baqirma. Ana o'tgan kim? Hammaga salom. Men Poxoistman. Nimaga uy ichida kurtka kiyib yuribsiz? Ha, chunki menga